Sahobalar hayotidan lavhalar. Utbay ibn G'azvon. Utbay ibn G'azvonning islomda o'z o'rni bor. Umar ibn Hattob. Mo'minlar amiri Umar ibn Hattob xufton namozidan keyin o'z yotog'iga yo'l oldi. U kechasi qo'riqchilarga yordam berish uchun ozgina mizg'ib olmoqchi bo'ldi. Lekin xalifaning ko'zidan uyqu qochdi. Chunki chopari tashvishli xabar keltirgan edi. Albatta xalifaning qo'shini Fors qo'shinini tormor qilishga yaqin qolganida u yer bu yerdan madad kuchlari kelib, ular darrov quvvatini tiklab olar va kurashni yana qayta boshlab qolardi. Umarga shunday deyildi: Forslarning chekinayotgan qo'shiniga mol va odam bilan yordam berayotgan muhim nuqtalardan biri Ubulla shahridir. Shu bois xalifa Ubullani ishg'ol qilish va Forsga yordamini kesib qo'yish uchun u yerga qo'shin jo'natishga qaror qildi. Lekin odamlari kamligi bu ishni uddalashga pand berdi. Chunki musulmonlarning yosh yalangi, o'rta yosh va keksalarining ko'plari turli joylarda jangga chiqib ketib, Madinada juda kam odam qolgan edi. Endi u o'ziga ma'lum bo'lgan bir chorani qo'llashdan boshqa iloji qolmadi. Bu qo'shinning kamini qo'mondon quvvati bilan to'ldirish kerak edi. U o'z kishilaridan iborat o'qton sadog'ini oldiga sochib tashlab, har birining navdasini tishlab ko'ra boshladi. Ya'ni odamlarni o'q deb tasavvur qilib, har birini hayolan sinovdan o'tkaza turib, topdim deb hayqirishdan o'zini tiya olmadi. So'ng to'shagiga borib shunday dedi: To'g'ri, u Badr, Uhuddek va boshqa janglarda toblangan jangchiki, Yamoma va uning voqealarida toblandi. Buning ustiga u yer yuzida islomga birinchi bo'lib kirgan 7 kishining 7-chisi ham bo'lsa ne tong. Axir uning na qilichi toygan, na o'qi xato ketgan jangovar askarki, yana 2 marta hijrat ham qilgan. Tong otgach, Utba ibn G'azvonni menga topib kelinglar deb buyurdi va u yetib kelgach, darhol 310 dan oshiqroq kishini to'plab qo'liga bayroqni tutqazdi. Yana unga: Sen Allohning izni bilan yo'lga tush. Izingdan ketma-ket yordam kuchlarini yuborib turaman deb va'da berdi. Bu kichik bo'linma jo'nashga shaylangach, Foruq oyoqqa qalqib o'zining qo'mondonlik ko'rsatmalari bilan kuzatishga kirishdi. Foruq qo'mondoni Utba bilan xayrlasha turib, unga vasiyat qilib dedi: Ey Utba, seni dushman qal'alaridan biri Ubullaga yuboryapman. Uni qo'lga olishga Allohning o'zi yordam beradi deb umid qilaman. Sen u yerga yetib borganingda oldin elini Allohga da'vat qil. Kim gapingni qabul qilsa unga tegma. Kim bosh tortsa unga tobe va xorlik jizya zimmidan olinadigan mol sini ol. Bulardan hech biriga ko'nmaganning boshiga bo'shashmay qilich sol. Ey Utba, o'zingga buyurilgan ishda Allohdan qo'rq. Sen oxiratingni buzadigan kibrni nafsingga talab qilishdan saqlan. Shuni bilginki, sen Rasululloh bilan ham suhbat bo'lgan, xorlikdan keyin Alloh seni aziz qilgan, zaiflikdan keyin quvvatlantirgan kishisan. Hatto farmon beruvchi amirga ham itoat etiladigan qo'mondonga aylanding. Nima desang senga quloq solinadi, nimaga buyursang amring vojib. Bu shunday bir ne'matki, bu ne'mat ko'zingni ko'r qilmasin va seni aldab jahannamga toydirib yubormasin. Bundan seni ham
meni ham Allohning o'zi asrasin. Utba ibn G'azvon o'z odamlari, xotini va qo'shinidagilarning ayollari va opa-singillaridan iborat yana 9 nafar ayol bilan yo'lga tushdilar. Ular Ubulla yeriga yetib borib, undan uncha uzoq bo'lmagan Qasbo degan joyda biroz dam olgani to'xtadilar. Ularda biroz yegulik yo'q edi. Ochlik sillani qurita boshlagach, Utba bir qancha askarga bu yerdan biror yegulik izlab topib kelinglar deb buyurdi. Ular ochlikka kifoya yetadigan ozuqani izlashga tushdilar. Taom izlash bilan bog'liq o'zlari aytib bergan qissaga quloq tuting. Biz yeydigan biror narsa topish ilinjida yo'l yurar ekanmiz, birdaniga bir to'qayga duch keldik. Qarasak, u yerda 2 savatdan birida xurmo, ikkinchisida sariq po'stli mayda donlar turibdi. Biz bu 2 savatni askarlar turgan joyga sudrab keldik. Bizlardan birimiz oq donachalar bor savatga qarab, bu sizlarga dushman tayyorlab qo'ygan zahar bo'lmasin tag'in dedi, qo'rqitib. Hammamiz xurmo turgan savatga yopishdik. O'zimiz bilan o'zimiz bo'lib turganda bir ot arqonni uzib, don turgan savatga boshini tiqib yeyishga tushdi. Allohga qasamki, biz otni o'lmasdan oldin halollab go'shtidan yeylik deb uni so'ymoqchi bo'ldik. Shunda uning egasi jahli chiqib, uni tek qo'yinglar. Men bu kechasi unga qarab chiqaman. Agar zahar kor qilsa, darhol o'zim so'yib olaman dedi. Ertalab turib qarasak, ot soppa sog'. Shunda mening singlim, ey aka, men otamning agar zaharlangan narsani o'tga tashlab kuydirilsa, zarar qilmaydi deganini eshitganman deb qoldi. Singlim o'zi aytganidek dondan ozginasini olib qozonga tashlab tagiga o't yoqdi. Bizlarni qozon oldiga chaqirib, kelinglar, uning rangi qanday qizarib ketganini ko'ringlar dedi. Borib qarasak, haqiqatda donlarning po'sti ajrala boshladi va undan oppoq donlar chiqa boshladi. Uni qozondan olib katta tovoqqa soldik. Shunda Utba bizlarga Allohning nomini aytib yenglar deganidan keyin yeb ko'rsak, u g'oyatda xushxo'r taom ekan. Keyinroq bilsak, uning nomi guruch ekan. Utba ibn G'azvon ozgina askari bilan yetib borgan Ubulla Dajla sohilidagi joylashgan qal'a shahar edi. Forslar uni o'zining qurol aslaha ombori qilib olgan edi. Dushman bu qal'a minoralarini atrofni kuzatadigan joy qilib olishibdi. Lekin Utbaning kichik bo'linmasi odamlari va qurol yarog'i kam bo'lishiga qaramay bu qal'ani ishg'ol etishdi. Zero unda 600 jangchi va ozgina ayollar hamda qurol sifatida qilich va nayzalardan boshqa kuch yo'q edi. Shuning uchun bu qal'ani qo'lga olishdi. O'zining aql zakovatini ishlatishdan boshqa iloji yo'q edi. U nayza soplariga baliqlarni bog'lab, ayollar qo'liga tutqazib, ularni ko'tarib lashkar ortidan yurasizlar. Biz shaharga yaqinlashsak, chang to'zon ko'tarib, xuddi yer u ko'k lashkarga to'lib ketgandek ko'rsatasizlar deb tayinladi. Shu tariqa Ubullaga yaqinlashganlarida Fors lashkari yo'lni to'sib chiqdi. Ular bostirib kelayotgan qo'shinni ortida xilpirayotgan bayroqlar va orqalarida ko'kni qoplagan chang to'zonni ko'rib, bir-birlariga bular qo'shinning oldingi saflari, ularning ortida chang to'zon ko'tarib kelayotgan mo'rmalaxtay lashkar bor. Bizlar esa ozmiz deyishdi. Shu bilan qalblariga tahlika va xavotir oralab, sarosimaga tushib qolishdi. Shundan keyin apil-tapil yengil va
qimmatli narsalarini qo'llariga ko'tarib, Dajlaga langar tashlab turgan kemalar tomon juftakin rostlashdi. Utba Ubullaga bironta talofat ko'rmay kirib bordi. So'ng uning atrofidagi mayda shahar va qishloqlarni birin-ketin fath qilishga kirishdi. U bu fathlardan sanog'i yo'q, tarozi o'lchab olmaydigan darajada o'ljalarni qo'lga kiritdi. Hatto askarlaridan biri Madinaga qaytganda odamlar undan Ubulladagi musulmonlar qalay deb so'rashdi. U: "Nima haqda so'rayapsizlar? Allohga qasamki, men kelayotganda oltin kumushni tortib o'lchanayotgan edi." Odamlar endi Ubullaga otlanib jo'nashdi. Shu vaqtda Utba ibn G'azvon bildiki, fath etilgan shaharda turish qo'shinni yengil hayotga o'rgatib, shahar ahlining xulqidan ulgi oladigan qilib qo'yadi va jangga bo'lgan shijoatlarini so'ndiradi. Shu bois u Basrani qurishga ruxsat so'rab, Umar ibn Xattobga bu shaharga tanlangan joyni ma'lum qilib maktub yozib jo'natdi. Bu taklifni ma'qullandi. Utba yangi shahar loyihasini chizdirib, dastlab u yerda katta masjid qurishni rejaga kiritdi. Buning ajablanadigan joyi yo'q. Chunki u bilan ashablari masjidni deb Alloh yo'lida g'ozi bo'lib chiqqan edilar. Shu masjidni deb Allohning dushmanlari ustidan g'alaba qozonishdi. So'ng qo'shin bu shaharda qolib, o'zlariga yer, mulk va uy-joy qilishga berildilar. Chunki Utba o'ziga uy qurmadi, balki u latta-puttadan qilingan chodirda yashay boshladi. Chunki u o'z ichida bir ishni sir tutardi. Utba Basrada aqlni ozdiradigan darajada dunyo musulmonlar qalbiga kirib borayotganini ko'rib turardi. Uning askarlari ko'p o'tmasdan po'stlog'i archilgan guruchdan pishirilgan taomga qanoat qilmay qo'yishdi. Ular endi un, sariyog' va asaldan, yana yong'oq mag'zi solingan forslar holvasi va boshqa laziz taomlarga mazaxo'rak bo'la boshladi. Boshqa oddiy taomdan lazzat ololmay, ularni mensimay qolishdi. Shunda u diniga dunyo xavf solishidan qo'rqib, uni deb oxiratdan ajralib qolishdan tahlikaga tushdi. Odamlarni Ko'fa masjidiga to'plab shunday deb xutba qildi: "Ey odamlar, dunyo tugashiga yaqin qoldi. Sizlar undan zavoli yo'q bir hovliga ko'chib o'tasizlar. Sizlar o'sha hovliga yaxshi amallaringiz bilan ko'chib o'tinglar. Men 7 taning 7-chisi bo'lib Rasulullohga ergashgan edim. O'shanda bizga daraxt bargidan boshqa yegulik yo'q ediki, majbur bo'lib yeganimizdan lab lunjlarimiz yara chaqa bo'lib ketardi. Men bir kuni yerda yotgan to'nni olib, uni yirtib o'zim bilan Sa'd ibn Abu Waqqosga bo'ldim. Yarmini men, yarmini u izor lungi qilib beldan pastimizga bog'lab oldik. Hozir esa o'sha kundagi har birimiz bir shaharning amirimiz. Mening nazdimdagi katta narsa Alloh huzurida haqir narsa bo'lib qolishdan Allohdan panoh so'rayman." Utba ular bilan xayrlashib Madinaga yo'l oldi. U Foruq huzuriga yetib kelgach, o'zini valiylikdan bo'shatishni so'radi. Foruq unga iste'fo bermadi. Utba ham so'zida qattiq turib, unamagani sari xalifa ham yo'q deb gapida turib oldi va Basraga qaytib borishini buyurdi. Umarning buyrug'iga bo'ysunib, tuyasiga minayotib jo'nar mahalda shunday dedi: "Ey Allohim, meni u yerga qaytarma. Ey Allohim, meni u yerga qaytarma." Alloh uning duosini ijobat qildi. Madinadan
uncha uzoqlashmay turib, negadir tuyasi qoqilib ketdi. Utba undan yeriga yiqilib hayot bilan vidolashdi.